Jannatning 8 ta darvozasi bo'lib, ularning har biri ma'lum bir solih amallarni ko'p qilgan insonlar uchun. Bob as-salot, namoz darvozasi. Namozlarni o'z vaqtida, ixlos bilan va butun qalbi bilan ado etgan mu'minlar uchun. Bob al-jihod, jihod darvozasi. Allohning roziligi yo'lida bor, kuchi va imkoniyati bilan harakat qilgan, jihod qilgan insonlar uchun. Bob as-sadaqa, sadaqa darvozasi. Xolis niyat bilan ihson va xayriya qilgan va muhtojlarga yordam qo'lini cho'zgan saxovatpeshalar uchun. Bob ar-rayyon, Rayyon darvozasi. Bu darvoza faqat roza tutuvchilar uchun xoslangan bo'lib, undan chanqoq nimaligini bilmaydigan jannatiylar kiradi. Bob al-haj, haj darvozasi. Allohning chorloviga labbayka deb javob bergan va haj ibodatini mukammal ado etganlar uchun. Bob al-kozimin al-g'oys, g'azabni yutganlar darvozasi. G'azab kelganda o'zini tiya olgan va insonlarning xatosini kechira olgan bag'rikenglar uchun. Bob al-ayman, iymon darvozasi. Iymoni mustahkam bo'lgan, Allohga cheksiz tavakkul qilgan va hisob-kitobsiz jannatga kirish baxtiga muyassar bo'lganlar uchun. Bob az-zikr, zikr darvozasi. Tili ham, dili ham doimo Allohning zikri bilan band bo'lgan, tasbih va tahlilni kanda qilmaganlar uchun. Bu videoni jannatning 8 eshigidan birgalikda kirmoqchi bo'lgan eng yaqin insoningizga yuborib qo'ying.